Diqqat aholiga shoshilinch yangilik, xushxabar. O'zbekistonliklarning hayotida 1-may sanasidan boshlab nimalar o'zgardi? Oyliklar, pensiyalar, bolalar puli qanchaga oshdi? Kimlarga qanaqa moddiy yordamlar beriladi? Barcha savollaringizga ushbu videorolikda javob topasiz. 1-may sanasidan boshlab o'zbekistonliklar hayotida, qonunchiligimizda nimalar o'zgardi? Shuhdan mana YouTube kanali siz azizlar uchun eng so'nggi va dolzarb xabarlarni srochni yetkazishda davom etadi. Endi esa 1-may sanasidan boshlab birinchi o'zgarish. O'zbekistonda endi umra tadbirlariga borish uchun yagona portaldan ro'yxatdan o'tishingiz shart bo'ladi. Ikkinchi o'zgarish. Alimentdan qarzi bor shaxslar qarz to'liq to'lanmagunicha yuridik bitimlar tuzish va davlat xizmatlaridan foydalanish imkoniyatidan mahrum etiladi. Uchinchi, mutaxassisligi bo'yicha kamida 5 yil ish stajiga ega xotin-qizlar bakalavriatga alohida kvota asosida hujjat topshirishi mumkin bo'ladi. To'rtinchi, Toshkent-Xiva yo'nalishida Jaloliddin Manguberdi tezyurar poyezdi qatnovlari yo'lga qo'yildi. Oltinchi, har oyning 10 va 25 sanalarida avtomobilsiz kun, avtomobilsiz hafta aksiyasi endi O'zbekistonda o'tkaziladi. 6. 10 ming qadam piyoda tajribasi qayta tiklanib, sog'lom turmush tarzi platformasi faoliyati yana O'zbekistonda yo'lga qo'yildi. 7. Infarkt va insultga qarshi kurashish milliy dasturi ishga tushirildi. 30 yoshdan oshgan aholi o'tkir yurak qon tomiri va cerebrovaskulyar kasalliklarini erta aniqlash maqsadida har yili tekshiruvdan o'tkaziladi, deyiladi ma'lumotda.